sizlarga bir haftalik natijamni ko'rsatmoqchiman. Mana qaranglar. Mana qaranglar, qanaqa keng bo'lib qolgan. Endi вообще zo'rda o'rtoqlar, shunaqa ob'yomlaringlardan ketkazadi. Mana ichayotganimga bir hafta bo'lgan bo'lsa, aniq bilaman 2 kilo tashadim, 2-3 kilo vес tashadim. Birinchi bo'lib men qornimdan ketadi. Buni qanday bilaman? Meni bitta qora shimim bor edi, remensiz kiyardim. Hozir o'sha remensiz kiyadigan bo'lsam, rosa keng bo'lib qolgan, tushib ketadigan bo'lib qolgan. Bir haftaning ichidagi rezultat bu. Sizlarga ham doim aytaman, qiynalib, semizlikdan aziyat chekib, o'zolmayapman deb stressda, depressiyada yurmasdan, shartta ko'zinglarni yumib, bir kurs ichib ko'ringlar. Enel kokteyl, Enel mahsulotlaridan bitta ichib ko'ringlar. Mana hozir ana shu detoks kapsulasini ichaman, qizlar. Ha. Kokteylni birinchi ichib oldim, ketidan shu detoks ichaman. O'rtoqlar, sizlarga chin yurakdan maslahat beraman. Haqiqatan semizlik bu juda ham odamni stressga solib qo'yadigan, ayniqsa ayollarni depressiyaga olib kirib ketadigan, doimiy stressda yurishga majbur qiladigan kasallik desam ham bo'ladi. Chunki